aziz obunachilarimiz, mana bugungi darvozamizni qaytib iz bosganga o'rnatdik. Beruniy ko'chasi ekan. Bu darvozamiz shumkali bo'lgan, 2 qavatli bo'lgan. Nerjaykalarni yopishtirib, vajlari ham shumka qilingan. 8 plyusovый ishlangan, taglari shivillar bo'lgan, yo'llari 10 ga 10, 2,5 stenadan bo'lgan. 2,5 stenadan bo'lgan. Zamoklari ham doimdek toza zamokdan qo'yilgan mana. Bemalol ko'rishlari mumkin. Bu darvozamizni razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga 370 bo'lgan, bo'yi 320 bo'lgan. Mana darvozamiz holatda katta bo'lishiga qaramasdan yengil ochilib yopiladi. Xudo xolasa o'rinlari ham juda joyida bo'lib, pachimlarga shandlardan qo'yib berilgan. Xudo xolasa juda chiroyli bo'lib, mana. Darvozada eng asosiy narsasi mana o'ringa qo'yib olsa, qaytiga qo'yib qo'yilsa, o'shanda turaveradi. Darvoza og'ir bo'lsa ham mana bunday qilib yopilsa, mana Xudo xolasa o'ta chiroyli. Akamizni o'zlari safarda ekanlar. O'shadan turib ko'rib, zakaz qilishdi, mana Xudo xolasa olib kelib akamizni o'zlari safardalar. Mana shu darvozadan yasab bering dedilar, mana Xudo xolasa qulluq bo'lsa aka, o'zingiz ham ko'rib turgan bo'lsangiz, bu xizmatlar bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ishlaringizni Xudo xolasa chiroyli qilib, sifatli qilib beramiz. Hammaga rahmat e'tibor.